Manga o'xshash loq go'shtni yoqtirmaydigan so'ng qachishqa amroq do'stlarimiz bormi? Inkas rayoniga 3 raqamini yo'llab beqinglar. Qanchalik do'stlarimiz amroqki birlikda ko'rib baqayli. Sirtdan bir taxsini 168 ga yeydigan yangbangoni oilada qanday etib yeymiz? Undaqda videoning oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Avval qo'y so'nkini suvga silib qozon qaynagandan keyin ko'pikchilarini pakis elib etamiz. Mushu nuqtaga bekroq diqqat qilinglar. Bo'lmasa ko'pikchilar so'ngga chapashib qilib, go'shtni bir xil maynat chiqarib qo'ydi ha. Taxminan 10 minut atrofida qaynatgandan keyin qonlar pakis chiqib ketadi. Uningdagi so'ngakni suzib elib olamiz. Uningdan keyin piyoz, samsaq, zanjibilni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq to'g'rab olamiz. Qozon muvofiq miqdorda may qo'yib, may qizgandan keyin samsaq, piyoz, zanjibillarni silib birishga qo'rvatgandan keyin kavavchindan 15-20 tal silib etamiz. Achchiqroq yeyishni yaxshi ko'rganlar o'zinglarning ehtiyojiga qarata muvofiq miqdorda lapis savasanglar bo'ldi. Uningdan keyin qizartish uchun chanvagan lazımmi bir qo'shq atrofga silib etamiz. Uningdan keyin qiziq suv qo'yib qaynatib olamiz. Ondan keyin cho'ng ustamning qo'y ustixon samovar tetitqisidan bir bo'loq silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngligi va buningdan boshqa tetitqilan silishning hojati yo'q. Mushundaq so'ngakli go'shtlarga bir bo'loq silib etadigan bo'lsanglar, ta'mi ajoyib bek payiz chiqadi. Tuzni bek az solamiz do'stlar. Yarim qo'shiq tuz, yarim qo'shiq oqmis silib, apetdan suzib olgan so'ngaklarimizni silib, taxminan 1 soat atrofida dumlab pishirib olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Hozir 60 xil darsimizni palet qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Rangi bek chiroyli chiqibdi do'stlar. Go'shim inta yumshoq pishibdi. Ichidagi jiliklarimi ko'ngilga tegmagidek. O'rganib oldingizmi?